Laboratoriya mahsulotimizda 3 fazali cho'lg'amli transformatorimizni 3 burchak bo'lgan holda qisqa tutashuv 3 burchagini qurishni ko'rib chiqamiz. Bizga kerakli apparatlar latter kerak bo'ladi, avtotransformator, multimetr kerak bo'ladi bizga. Hozir mana yoqib qiymatlarimizni olamiz. Buni oshirgan holda o'zimizga kerakli parametrlarni olib yozamiz. Bizga kerakli parametrlar quvvat, kuchlanish kerak bo'ladi, tok kuchi kerak bo'ladi, kosinus miylarimiz kerak bo'ladi.